Hurmatli dasturchilar, bugungi darsimizda Telegram bot bilan guruhlarda ishlovchi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Aniqrog'i, guruhlarda ishlovchi Telegram bot funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Avvalgi darslarda biz Telegram botimiz uchun shablon tuzgan edik. Telegram botimizni deploy qilgandik. Middleware'lar haqida gaplashgandik. Bugun endi Telegram botlar qanday qilib Diagram 3 da guruhlarda ishlashini ko'rib chiqamiz. Ya'ni guruh ma'lumotlarini o'zgartiramiz. Guruhni descriptionni, rasmlarni almashtiramiz. Guruhdagi foydalanuvchilarni ban qilamiz. Shunga o'xshagan funksiyalar qanday ban qilinadi? Ana shu funksiyalarni hammasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bizda shablonimiz quyidagicha edi. Keling endi hozircha soddagina mana bu handlers funksiyasining ichida, handlers papkasining ichida aniqrog'i bitta yangi Python fayl yarataman. Buning nomini groups deb qo'yamiz. Groups. Endi mana bu groupsning ichida o'sha Telegram guruhda ishlovchi barcha funksiyalar yozib chiqiladi. Endi birinchi o'rinda bizga nimalar kerak bo'ladi? From diagramning ichidan hozir buni o'ynani yopib turaman. From diagramning ichidan bizga import qilamiz. Birinchi o'rinda router kerak bo'ladi. Albatta, har doimgidek routerni chaqirib olamiz. Undan ham tashqari yana nimalar kerak bo'lishi mumkin? Diagram bizga f kerak bo'ladi. Bizga filtrimiz bor bu yerda va bot ham kerak bo'ladi. Undan tashqari diagramning ichidan import qilib qo'yishimiz kerak typesni ham chaqirib qo'yamiz. Va from diagram filtersning ichidan bizga ikkita narsa kerak bo'ladi. Ya'ni komanda, buyruqlarni berishimiz uchun va command object. Buni nimaligini men hali dars davomida, o'sha video davomida tushuntirib o'taman. Va qo'shimcha yana qanaqadir funksiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bularni hammasini chaqirib o'tamiz. Endi birinchi o'rinda biz bitta router yaratishimiz kerak, yangi router. Men buni nomini group router deb nomladim. Mana bu bizning router klassidan yaratilgan obyekt. Bu endi yana bitta qo'shimcha xususiyat. Mana shu grup yaratib olingan grup router faqat guruhlardagi xabarlarni eshita olish kerak. Biz bilamizki, foydalanuvchi Telegram botni o'zi bilan private gaplashishi mumkin yoki Telegram botni guruhga qo'shib, guruhdagi xabarlarni ham eshitishi mumkin. Biz shunaqa qilishimiz kerakki, mana shu grup router faqatgina o'sha Telegram guruhlardagi xabarlarni eshita olish kerak. Buning uchun men aytamanki, grup router deyman. Tochka qilamiz message, ya'ni xabar. Har bitta xabarlarni filtrlasin. Qayerda filtrlasin? Mana bu tak. Bizda f chat tochka qilamiz type tochka in group va super gruplarni bizda eshita olish kerak. Biz shunaqa mana bu yangi yaratgan grup routerimizga shunaqa bir xususiyat berdikki, bu endi faqatgina bizda guruhlardagi va super guruhlardagi xabarlarni eshita oladi. Shunaqa qilib biz nima qildik? Uni filtrladik. Shu narsani demak nima qildik? Qo'shib oldik. Bu tayyor. Endi keling o'zimizning birinchi funksiyamizni yozamiz. Men buni komment olib ketadigan bo'lsam, masalan, guruh nomini almashtirish. Guruh nomini almashtirish. Buning uchun nima qilamiz? Router olamiz, group router .message qilamiz. O'sha mana shu Telegram botimizdan foydalanadigan adminlar uchun biz bitta komanda tuzib qo'yamiz. Command. Misol uchun set name. Agar foydalanuvchi yoki admin, aniqrog'i buni foydalanuvchi hamma foydalana olmasi kerak. Admin set name degan komandani yuborganda biz nima vazifani bajarishga asinxron funksiya yozishimiz kerak. Set group name bo'lsin. Bu demak message bo'ladi. Typesning ichidan bizda message bo'ladi. Xo'p, va yana bitta bizda parametr qabul qilish kerak. Bu bizda command. Bu command object bo'ladi. Mana shu ikkita parametr. Xo'p, endi bu yerda nimalar bo'lyapti? O'shalarni aytaylik. Bizda set group name degan funksiyamiz ikkita parametr qabul qiladi. Birinchisi message. Buni type ma'lumot turi message hisoblanadi va command bu command object. Buni nimaligini men demak
Hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, pass qo'ysak. Deylik admin Telegram o'sha guruhda turib set name buyrug'ini yubordi. Mana shu set name buyrug'ini bizni mana bu funksiyamiz eshitadi va o'sha set name'dan keyingi keladigan hamma xabarlar bu argis ma'lumotlar. Masalan, deylik Python guruhi degan xullas guruhni nomini almashtirmoqchi bo'lish uchun quyidagicha yuborish kerak. Set name, undan keyin bo'shliq tashlab deylik mana bunaqa yuborish kerak. Endi muammo mana buni qanday ola olamiz? Mana bu nomni biz guruhga yuborishimiz kerak. Buning uchun bizga hozir mana bu chaqirib olgan comment objektimiz kerak bo'ladi. Biz bu comment objektini biz biriktirdik nimaga? Commentga. Bu qanaqa ishlaydi? Agar foydalanuvchi yoki admin, aniqrog'i admin mana shu buyruqni yuboradi, o'sha buyruqdan buyruq bilan birga yuborilgan ma'lumotlarni mana shu comment objekt bizga tutib olishga yordam beradi. Xo'p, admin masalan shunchaki mana buni yuborib qo'yish mumkin. Deylik, setname buyrug'ini o'zini yuborib qo'ydi. Bu holatda unga aytishimiz kerakki, buyruq bilan birga guruhning nomini ham yozib yubor degan ma'noda. Buyruqni o'zini yuborganini qanday bilamiz? Biz bitta shart tekshirishimiz kerak. If agar not mana bu komanda bilan birga argis bo'lmasa, o'sha aytgan argis mana bu. Misol uchun guruh nomi deylik. Python backend mana bu guruh bo'ladigan bo'lsa, o'sha argis buyruqdan keyingi nomlar. Men tekshiryapman, agar komanda bilan birga mana bu argis bo'lmasa, nima bo'lish kerak? Shu joyda bizning funksiyamiz to'xtashi kerak, return va await message tochka qilishimiz kerak, answer. Xabar yozamiz. Chiroyli qilib xabar yozishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, deylik guruh nomini almashtirish uchun guruh nomini almashtirish uchun /n qo'yib qo'yamiz. Hozir Xo'p. Negadir to'xtalib qoldi bizda? Demak, guruh nomini almashtirish uchun aytamizki /setname yuboring deymiz. Bu qanaqa holatni oldini oladi? Admin shunchaki buyruqni o'zini yuborib qo'ydi va o'sha buyruqning ichida argis yo'q, ya'ni aniqrog'i guruhning nomi yo'q. Bizda comment objektimiz o'sha commentsning ichida argis bo'ladi. Bu argis o'sha guruhning nomi. Ana shu narsani bizga tayyor beradi. Biz yana qo'shimcha qanaqadir sozlamalar qilib, qo'shimcha funksiyalar yozib, mana buni bo'lib, listga o'tkazib, mana bu ma'lumotni olishimiz shart emas. Bu tayyor bizda iogram 3 da comment object sifatida keladi. Biz shundan shunchaki foydalansak bo'ladi. Endi agar admin buyruqni o'zini kiritmagan bo'lsa, ya'ni unda guruhning nomi bo'ladigan bo'lsa, biz buni nima qilishimiz kerak? Endi o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Await message aytamizki bizda chat bor. Chat set title degan metodi bor, funksiyasi bor. Biz endi bunga guruh nomini berish kerak. Guruh nomi qayerda turibdi? Mana bu commentning ichidagi argisning ichida. Tushuntira oldim degan umiddaman. Comment bu yerda bu buyruq. Mana bu argis nima desangiz, bu argis o'sha buyruqdan keyingi hamma xabarlar o'sha. Demak, admin set name deb yozib, mana bu guruh nomini quyidagicha yuboradigan bo'lsa, demak, o'zgartiriladi. Keling, undan keyin aytaylik. Await message answer f-string bilan foydalanamizda. Guruh nomi chiroyliroq bo'lsin. Argis yoki comment tochka argis ga o'zgartirildi. Biz buni xohlasak HTML formatdan foydalanib jирный qilishimiz mumkin. Qalinroq qilib formatda chiqarishimiz mumkin. /b buni ham demak menimcha tushundingiz. Guruh nomi deydida, o'sha guruhda admin yuborgan guruhning nomini qora qilib, qolganlarga nisbatan jирныйroq qilib ko'rsatadi.
quyidagicha ishlaydi. Endi buni sinab ko'rsak, undan ham avval bizlar bu yerda router yaratgan edik. Mana shu yaratgan routerimizni qo'shishimiz kerak. Qayerga qo'shamiz? Biz initga qo'shamiz. Mana bu init.py ga kirib, from desamda, from tochka qilib groups ichidan group router. Buni chaqirib olaman va biz main router yaratganmiz. O'sha main routerning ichiga qolganlari qatori include qilib qo'yishim kerak group routerni. Va shu joyda yana bitta muhim narsani aytib o'taylik. Bizlarda yaratgan mana bu group routerimiz iloji boricha yuqoriroqda turgani ma'qulroq. Agarda siz buni importini echo routerdan pastga tushirib qo'yadigan bo'lsangiz, bizning to'tiqushimiz echo ushlab oladi, ya'ni group routerga o'tmaydi. Mana bu echo routerning ichida qanaqa logika bor edi? Foydalanuvchi nima yuborsa, uni o'ziga qaytarib yuborardi. Demak, bizda ana shu narsa tutib oladida, group router funksiyalari ishlamaydi. Mana shu narsaga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Endi bu tayyor bo'ldi, ulab qo'ydik. Bizning groupsimiz ham tayyor. Keyingi narsa Telegram botga o'tamiz. Menda mana Telegram botim bor. Mana shu Telegram botda, mana shu Telegram bot, buni men guruhlarda ishlaydigan qilib sozlashim kerak. Buning uchun bot fazilga kirasizda. O'sha Telegram botingizni topasiz. Qaysi Telegram bot bo'ladigan bo'lsa, hop, mana bu bot ekan. Ustiga bitta bosdim. Ustiga bitta bosganimdan keyin ozgina pastga tushamiz. Bu yerda bot settings qismi bor. Mana shu qismni ustiga bosib, bu yerda botda turli xildagi sozlamalar bor. Sozlab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu yerga kelganda groups and channels, ya'ni guruhlar va kanallar. Agar sizda mana bu narsalar o'chik bo'ladigan bo'lsa, buni yoqib qo'yishingiz kerak. Ya'ni o'sha guruhlarda ishlashga ruxsat berishingiz kerak va mana bularni ham yoqib qo'yishimiz kerak. Ko'radigan bo'lsangiz, mana bu agar Telegram bot guruhda ishlashga ruxsat berasanmi degan ma'noda mana bu ma'lumotlarni o'zgartira oladi agar. Xo'p, shu funksiyalarni demak nima qilishimiz kerak? Biz yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana kanallar uchun ham xuddi shunaqa sozlamalar bor. Bularni biz yoqib qo'ydik. Bularni ham yoqib qo'ydik. Mana shu narsani qo'shib qo'yasiz. Endi bitta o'zingiz Telegram botni ishga tushirasiz. Hozir men bu yerda ishga tushiraman Telegram botni. Demak, muhitni faollashtiramiz. Source venv virtual muhitni faollashtirib activate qilamizda Python app.py. Telegram botimiz ishga tushdi. Endi biz bitta yangi guruh ochishimiz kerak. Yangi guruh ochamiz. Test group bot deb yozib qo'yaman. Create qilamiz buni. Mana yaratildi. Endi biz bunga bitta foydalanuvchi qo'shamiz. Foydalanuvchi sifatida Telegram botni qo'shamiz. Tak, mana buni bosamiz. Kuchukcha piki nazorat. Mana bu bot. Buni qo'shdim. Xo'p, endi bu yana bitta muhim narsa, o'sha Telegram botga guruhda ishlashi, guruhda nazorat qila olishi uchun o'sha Telegram guruhda adminlik huquqlarini berib qo'yishingiz ham kerak. Administrator huquqiga kiramizda, bunga bosamiz va Telegram botini belgilab, nimalar qila olish kerakligini biz tanlab qo'yamiz bu yerda. Misol uchun mana buni ham bosib qo'ysak bo'ladi, xohlasak. Shu va boshqalarga. Endi save tugmasini bitta bosib qo'yamiz. Buni ham save deb bosamiz. Guruhda Telegram bot ishlayotganligini bilish uchun o'zi xatolar chiqmadimi bizda? Xo'p. Qanaqadir muammo borga o'xshayapti. Xo'p, sinab ko'ramiz. Salom deb yozsam, to'tiqush ushlab olish kerak bu yerda. Mana ishlab ketdi. Botni o'zi salomda javob beryapti. Ya'ni Telegram botda mana echo funksiyasi ishlab ketyapti. O'sha guruhda ham eshitib, o'sha xabarni bizga qaytarib yuboryapti. Endi biz uchun eng muhim narsa set title. Bitta enter yuborib ko'raman. Set title desam, bu ham set title deb qaytarib yuboryapti. Yo'q, bizda set title emas edi, set name edi, uzr. Enter tugmasini bossam, ha, ishladi demak. Set name. Guruh nomini almashtirish uchun set name guruh nomini yozing. Set name, misol uchun backend Telegram bot. Enter tugmasini bosamiz. Guruh nomi mana ko'rib turganingizdek backend Telegram botga o'zgartirildi. Xuddi shunaqa. Demak, hammasi muvaffaqiyatli ishladi. Mana bu xatolarga e'tibor bermaymiz. Xo'p, endi yana nimalar qilish mumkin? Men o'ylaymanki, bu sizga tushunarli bo'ldi, guruh nomini almashtirish. Faqat yana bitta muhim narsa, hozir o'sha guruhda bo'lgan har qanday foydalanuvchi mana bu buyruqni yozib tashlashi mumkin bo'ladi.
Biz buni oldini olish uchun faqatgina adminlar shu buyruqni kirita olishi kerak. Foydalana olish kerak mana shu buyruqdan. Buning uchun nima qilgandik? Bizlar buning uchun filtrlar yozganmiz. Mana bu yerda avvalgi videolarda filtrlar yozganmiz. O'sha filtrni admin yoki oddiy yuzerligini tekshiradigan filtr bor. O'sha filtrni olib bu yerga chaqirib qo'yish kifoya bo'ladi. Buni ham yana o'zingiz ko'rib chiqasiz. Hozircha bu buyruq o'sha guruhdagi hamma bossa ishlab ketadi. Keyingisi bizda guruhni descriptionini almashtirish mumkin. Endi description o'sha guruh haqidagi ma'lumot, mana bu yerda info bo'ladi. Buni almashtirish uchun deyarli xuddi shunaqa mana bu buyruqni men hozir o'sha handlerni kopirovat qilaman-da, bu yerga tashlayman. Guruh nomini emas, guruh haqidagi ma'lumotni o'zgartirish. Endi set name emas, keling boshqacha buyruq yozamiz. Set description. Mana bu buyruqni yozamiz. Guruh haqidagi deb yozamiz bu yerda. Bu yerda set group name emas, set group description deb yozib qo'ysak. Guruh haqidagi ma'lumotni almashtirish uchun endi set quyidagi buyruq guruh haqida yuboring deyapti. Faqat bu narsa menimcha sizga tushunarli bo'ldi. Comment set name guruh nomini, mana bu set description esa o'sha guruh haqidagi ma'lumotni almashtiradi. Funksiya nomini almashtirdim. Endi faqat buni aytganimizdan keyin set title emas, bu yerda set, mana shu yerda ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda set description degan o'sha metod bor. Mana shu metoddan foydalanib men buni nima qilishim mumkin? Almashtirishim mumkin. Ma'lumotlar ga o'zgartirildi deb yozib qo'yamiz. Endi botni bitta to'xtatib, sinab ko'ramiz bu funksiyani. Set description. Bu guruh Python haqida ma'lumotlar beradi. Guruh haqidagi ma'lumotlar bu guruh Python haqida ma'lumotlar beradiga o'zgartirildi deb. Qarab ko'ramiz. Mana haqiqatan ham ko'rib turishingiz mumkin. O'sha Telegram bot bizning guruhdagi ma'lumotlarni nima qildi? O'zgartira oldi. Bu bizdagi demak ikkinchi foydali funksiyamiz tuzdik, ya'ni buyrug'imiz tuzdik. Yana nimalar qilishimiz mumkin? Yana guruhni rasmini almashtirishimiz mumkin. Keling, yana shu funksiyani yozamiz. Guruh rasmini almashtirish. Buning uchun bitta funksiya tuzamiz. Group router message comment deydigan bo'lsak, hop, bu yerga foto deymiz yoki set foto. Set foto buyrug'ini yozsak, asinxron funksiya yozamiz. Def message set yoki group set foto desak. Bu bitta message qabul qiladi har doimgidek. Typesni ichidan chaqiramiz buni. Message. Endi keyingi parametr bor. Bu qanaqa ishlaydi? Deylik, admin guruhga rasm yuboradi. Mana bu rasm deylik, mana shu rasmni oladi. Yangi bitta rasm yuboradi, mana buni. O'sha guruhga rasmni yuborgandan so'ng shunchaki admin o'sha rasmni ustiga replay qiladi va quyidagi xabarni oladi. Set foto buyrug'ini yuboradi istalgan rasmga. O'sha replay qilingan rasmni bizni Telegram botimiz birinchi yuklab oladi. Yuklab olgandan so'ng mana bu o'sha rasmga qo'yib qo'yadi. Buni amalga oshirish uchun nima qilish kerak? Birinchi bizga qo'shimcha yana bitta narsa kerak bo'ladi. Bizda bot obyekti ham kerak bo'ladi. Bu bot obyektini biz tepada import qilib qo'yishimiz kerak. Yuqoridan hozir nima uchun kerak bo'lishini biz tushuntirib o'taman. Boyagi rasmni yuklab olishimiz uchun bizga bot obyekti kerak bo'ladi. Mana bu, buni chaqirib qo'ygandik. Xo'p, jarayon qanaqa bo'ladi? Hozir aytganimdek, mana rasmni yuboradi admin. Rasmni yuborgandan so'ng o'sha rasmni ustiga mana bunaqa komandani yuboradi, buyruqni. Xo'p,
birinchi shart tekshirib olishimiz kerak. O'zi admin rasmni ustiga replay qildimi, ya'ni mana bu buyruqni. Buni tekshirish uchun biz aytamiz if not har doimgidek message replay to message. O'zi xabarni xullas admin replay qildimi qanaqadir buyruqni yoki keyingisi not message reply to message, keyingisi foto. Mana shuni tekshiramiz. Menimcha bu sizga tushunarli. Reply to message agar mana bu buyruq o'sha rasmni ustiga reply qilinmagan bo'lsa, ya'ni mana bunaqa holatda bo'lmasa, biz aytamizki xabar yuborib qo'yamiz ana shu yerda adminga. Shu joyda buyrug'imiz to'xtaydi. Await message answer qilamiz deb aytamiz. Nima deb qo'ysak bo'ladi? Rasmga reply qilib set foto deb yozing, iltimos deb qo'yamiz. Demak, mana bu if ushlab oladigan bo'lsa, admin demak shunaqa qilmagan bo'ladi. Xo'p, bu ifga tushmasa nima qilishimiz kerak? Bu ifga tushmasa, endi bizlar o'sha reply qilingan xabardagi rasmni sketchat qilib olishimiz kerak. Mana bu reply qilingan rasmni biz olishimiz kerak, aniqrog'i topishimiz kerak. Buning uchun aytamanki, pastda foto deyman, message reply to message, o'shaning ichidan fotoni eng sifatlisini biz olamiz, -1 bo'ladi, ya'ni oxirgisi bo'ladi. Ana shuni olamiz. Xo'p, buni olganimizdan keyin biz o'sha rasmni sketchat qilib olishimiz kerak. Bot bunda get file funksiyasi bor. Bunga biz aytamizki, mana shu rasmni, o'sha tepadagi rasmni file id'sini. Hop, buni ham oldik. Bot biz aytganimdek mana bu yerda bot obyektimiz bor edi. O'sha get file qiladi, bot orqali rasmni oladi, faylni. Hop, endi nima qilamiz? Endi biz o'sha contentni yuklab olishimiz kerak. Content bot download file mana bu faylni, hop, file okey, page file paste. Hop, bot download file qildikda buni yuklab oldik. Faqatgina bu yerda bitta muammo bor. Bular asinxron, funksiyamiz asinxron ishlagani uchun bu yerda biz await qo'yib qo'yishimiz kerak va bu yerda ham await qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, await asinxron ravishda rasmni oladi, o'sha rasmni yuklab oladi. Tak, pastga tushadigan bo'lsa ozgina download file paste, o'sha rasmni manzili contentga saqladik. Endi hop, biz rasmni yukladik. Rasmni yuklaganimizdan so'ng bu rasmni endi qaytadan o'qishimiz kerak. Qaytadan o'qib, endi o'sha rasmni chatiga nima qilishimiz kerak? O'zgartirishimiz kerak. Misol uchun await message bilasiz chat. Bu yerda mana bunaqa metod bor, set foto degan metod bor. Ana shu set foto metodiga biz aytamizki, foto deymizda foto faylni beraveramiz. Hali bu foto fayl tayyor emas, o'shaning uchun undan keyin await qilamiz, message answer success xabar ham chiqarib qo'yamiz. Guruh rasmi o'zgartirildi. Ana, endi aytganimdek bu rasmni bizlar oldik. O'sha rasmni, reply qilingan rasmni oldik. Get file qildikda file id'sini oldik. O'sha contentni biz yuklab oldik. Yuklab olganimizdan so'ng buni endi qaytadan o'qishimiz kerak. Qaytadan o'qishimiz uchun mana bu o'zgaruvchini aytdik avvaldan. Qaytadan aytdik. Await content await yoki bo'lmasa yo'q, biz buni o'qidik. Rasmni topdik, reply qilingan rasmni. O'sha rasmni file id'sini oldikda bunga biriktirdik.
Buni yuklab oldik. Xo'p, yuklab olganimizdan so'ng endi buni qaytadan o'qishimiz kerak. Qaytadan o'qish qanaqa bo'ladi? Bizlar yana bitta metoddan foydalanishimiz kerak. Bu uchun yuqorida from diagramning ichidagi typesdan bizga buffer input file degan metod kerak bo'ladi. Buni chaqirib kelaman. Buni vazifasi nima? Buni vazifasi, buni chaqiramiz. Buni chaqirganimizdan so'ng o'sha bizni fayldagi, ya'ni papkadagi rasmni qayta o'qiydi. Qayta o'qish uchun men aytaman, contentni chaqiraman. Mana bu contentni aytamizki, nima ko'ramiz? Read deymiz. Read qilib olamiz. Faylga xohlasak name ham berib qo'yishimiz mumkin. File name deymanda, misol uchun group gpage deb qo'yamiz. Mana tayyor. Jarayon shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Buni endi sinab ko'rsak bo'ladi. Set foto qilishimiz kerak ekan. Botni bitta to'xtataman buning uchun. Ctrl C. Ishladi demak. Bironta ixtiyoriy rasmni olamiz. Mana bu rasmni olamiz. Yubordim. Yuborganimdan keyin replay qilishim kerakda, men buyruq bilan set foto qilishim kerak. Guruh rasmi o'zgartirildi degan xabar chiqdi. Mana kiradigan bo'lsak, ko'rib turibsiz, markaz edi u. Quyidagicha chiqdi. Bu ham demak juda ham oson bo'ldi. Set foto. Birinchi rasmning ustiga replay qildik. Replay qilganimizdan so'ng buni qo'shib qo'ya oldik. Keyingisi masalan, foydalanuvchini guruhdan haydash. Misol uchun guruhdan haydash. Group router message comment deymiz. Xo'p, qanaqa buyruqni beramiz? Ban misol uchun asynkron funksiya yozamiz bu uchun ham. Ban user group deb qo'ysak, bu ham message bo'ladi. Buni type message bo'ladi va bu uchun ham bizga comment kerak bo'ladi. Endi comment va mana bu comment object kerak bo'ladi. Xo'p. Qaysi foydalanuvchi xabar yozgan bo'lsa, o'sha xabarning ustiga boramizda, mana bu ban degan buyruqni yuboradigan bo'lsak, o'sha foydalanuvchi guruhdan chiqaradi. Buning uchun tekshirishimiz kerak. Har doim berek not message aniqrog'i uzr comment.args qilamiz. Not agar buyruq bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha joyda to'xtatamiz. Await message qilamiz, answer qilamiz. Guruhdan moqchi bo'lgan userni xabarini replay qilib ban kiriting dedik. Quyidagi ko'rinishda ishlaydi. Agar admin aytganimdek, o'zidan o'zi shunchaki ban degan komandani yuborsa, buni ushlab oladi, quyidagicha chiqaradi. Endi bunaqa qilmagan bo'lsa-chi, bunda nima qilishimiz kerak? Yo'q, bunda ham lekin komanda yubormaslik kerak, bunda ham replay qilish kerak. Replay qilish kerak. Biz adashdik bu yerda. Bu yerda mana bu comment bizga shart emas. Demak, replay qilmagan bo'lsa, ushbu xabarni bot guruhga yuboradi. Xo'p, adminga yuboradi. Endi bu ifga tushmasa, biz nima qilishimiz kerak? Await message chatning ichida o'zi mana bunaqa bizda ban degan funksiyasi bor. O'sha ban funksiyasini chaqiramiz. Birinchi aytayapti, user ID ni aytayapti. Qaysi user ID? O'sha message'dagi replay qilingan message from user ni ID'sini belgilab beraveramiz. Aynan mana shu foydalanuvchini demak nima qiladi?
guruhdan chiqarib yuboradi va xabar yozib qo'yamiz. Await message answer f-string qiladigan bo'lsak, haydaldi deb yozib qo'yamiz. Ana shunaqa yozib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, buni guruhdan mana buni yozsak bo'ladi, shu yerga berib yuborsak bo'ladi. Full name deb qo'ydik bu yerga. Full name foydalanuvchi guruhdan o'sha haydalgan foydalanuvchini full name bo'ladi. O'sha haydaldi degan xabar chiqadi. Buni ham to'g'riladik, buni ham qildik. Buni ham test qilib ko'rishimiz kerak. Buni test qilib ko'rishimiz uchun o'sha guruhimizga bitta foydalanuvchi qo'shishimiz kerak. Hozir men buni boshqa akkauntimdan kiramanda o'sha guruhga kiritib qo'yaman. Kiritib test qilib sinab ko'ramiz. Buning uchun hozir men ikkinchi akkauntimni Telegram guruhga qo'shdim. Qo'shganimdan so'ng ikkinchi akkauntda endi xabar yozib qo'yaman. Hop. Demak, ikkinchi akkauntimda xabar yozdim mana. Hozir mana ko'rib turibsiz. Bu yerda 3 ta user bor. Mana bu akkauntim. Endi bu yerda men bunga reply qilamanda, men egaman, ban deb qo'yaman. Hop, ban desam nimagadir? Ha. Biz Telegram botimizni to'xtatishimiz kerak edi, chunki bunga yangi funksiya qo'shdik. Yangi funksiya qo'shganimdan keyin qaytadan ishga tushiraman. Va endi mana bu funksiyani yozishimiz kerak, ban. Yo'qsa guruhdan foydalanuvchi haydaldi degan xabar chiqyapti mana. Ko'rib turibsiz, demak, ushbu foydalanuvchi ham guruhdan chiqarib yuborish funksiyasi ham yozildi. Juda ko'p bunaqa metodlar yozishimiz mumkin. Masalan, guruhdan chiqarib yubordik. Guruhga kelgan foydalanuvchiga xush kelibsiz xabarini. Guruhga yangi qo'shilgan foydalanuvchi uchun xabar. Xo'p, buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun biza filtr qilishimiz kerak. Guruhga qo'shilgan, yangi qo'shilgan foydalanuvchini bizlar tekshirishimiz kerak. O'zi o'sha user, o'sha foydalanuvchi guruhga keldimi? Guruhga qo'shilganmi? Buni tekshirishimiz uchun bizga f kerak bo'ladi, filtr kerak bo'ladi. O'sha f orqali buni nima qilamiz? Amalga oshiramiz. Bu ham alohida bitta handler bo'ladi. Ana shu handlerda bizlar yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, yozishni boshlaymiz. Group router tochka qilamiz message. Message qilganimizdan so'ng f, mana bu f bizda filtrlaydi, new chat member. Bizda quyidagi metod bor. Mana bunaqa funksiya bor, new chat member. Bizda mana bu katta filtrimiz, magic filter. Buni aniqlaydi. Ya'ni yangi admin, yangi foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsa, bu uchun ham nima yozish mumkin bo'ladi? Ana shularni aniqlaydi, xullas. Bitta metod yozamiz, def new message types bo'ladi bu. Demak, message. Hop, new chat members s. Xabar yozib qo'yamiz. Qo'shilganlarga masalan guruh haqida ma'lumot berishimiz mumkin, guruhning qoidalarini aytishimiz mumkin va hokazo ishlar qilishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz? New members deymiz. Bitta o'zgaruvchi olamiz. Members message ichidan new chat members mana buni olamiz. Bu yerda hamma yangi qo'shilgan
userlar bo'ladi. O'sha hamma yangi qo'shilgan userlar uchun biz aytamizki, for aylantirib olaman in hop new members. Mana buni chaqirib olamiz. Aytganimdek, bu yerda juda ko'p yangi qo'shilgan foydalanuvchilar bo'ladi. Ularga xabar yuboramiz. Xabar yuborganimizda bitta o'zgaruvchar dedik. Welcome text. Salom. User. Misol uchun full name. Slash qo'yamiz. Ikkinchi qatorga tushiramiz. n/n. F-string qilamizda. Guruhning nomini chiqaramiz. Masalan, guruhning nomi nima bo'ladi bu yerda? Jerniyroq chiqaraylik. Guruhning nomini qayerdan olamiz? Mana bu message ichidan qaysi chatda suhbatlashayotgan bo'lsa, o'sha chatning title'i bor. Type emas, title. Xush kelibsiz deb yozib qo'yamiz. Va keyingisi va hokazo quyidagi boshqa xabarlarni ham yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Await message answer. O'sha welcome textni bu yerga beraveramiz. Ya'ni guruhga yangi qo'shilgan foydalanuvchilar bu yerda nima qilish mumkin? Qo'shilgan har bitta foydalanuvchiga mana shu xabar chiqib keladi. Buni ham demak o'zingiz test qilib ko'rishingiz mumkin. Nimadir xato bo'ladigan bo'lsa, barchasini bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Men o'ylaymanki, eng asosiy, eng muhim metodlarni ko'rdik. Bundan tashqari juda ham boshqa ko'p metodlar bor. Masalan, foydalanuvchini yozish huquqidan mahrum qilish. Buni siz o'zingiz iogramni o'sha dokumentatsiyasini o'qib ham bajarishingiz mumkin. Men o'ylaymanki, sizga foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.